qo'shimlanish mavzusi bu. Qo'shimlanish mavzusida bu tema kimga tegishligini bilish kerak, birinchi o'rinda. Bu tema gullaydigan o'simliklarga tegishli. Gullaydigan? Ha, faqat gullaydigan o'simliklar. Boshqa o'simlikda bo'lmaydi. Ochiq o'riklarda ham, sporaliklarda ham, boshqa hech kimda bo'lmaydi. Suvotlarda ham bo'lmaydi. Faqat gul bor joyda qo'shimlanish bo'ladi. Qo'shimlanish bo'lishi uchun yopiq o'rikli o'simliklarda bo'ladi, eslab qoling. Gulli o'simlik yoki yopiq o'rikli o'simlik. Ikkinchi nomi magnoliya toifa. Magnoliya toifalarida yoki gullaydigan o'simlik deydi, xohlasa yopiq o'rikli o'simlik. Uchalasi ham bitta ma'noni biladi. Eslab qolishingiz bo'lgan narsa. O'simlikda ikki qismi bor. Urug'chi hamda changdon bor. Yoki changchang. Changdon va urug'chi qismi bor. Mana shu urug'chi qismida va changdonda ham ikkalasida ham bitta dastlabki jinsiy hujayralarni hosil qiluvchi narsa bor. Bu urug'chilarda megasporatsit hujayra deyiladi. Megasporatsit hujayra. Bular esa mikrosporatsit hujayra deyiladi. Demak, changdonda yetilayotgan organizmlarning birlamchi jinsiy hujayrasi, birinchi jinsiy hujayrasi mikrosporatsit, urug'chiniki megasporatsit deyiladi. Yana shu yerda bir narsa aytishim kerak. Mitoz va meyoz haqida. O'simliklarda flora dunyosida faunadan farqi shunda. Chunki ikkalasida ham jinsiy hujayra hosil bo'ladi. Florada ham bor, faunada ham bor. Faqat faunada dastlab mitoz bo'ladi, keyin meyoz bo'ladi. Hayvonlarda. O'simliklarda chakpasi. Birinchi meyoz bo'ladi, keyin mitoz bo'ladi. Bu ikkalasi o'zi nima desak, meyoz 4 ga bo'linish. Mitoz 2 ga bo'linish. Tushundingmi? Mitozda hujayra 2 ga bo'linadi, meyozda 4 ga bo'linadi. Va nima uchun? Megasporatsit hujayra dastlab 2 yil to'plamga ega bo'ladi. 2 yil degani diploid to'plamga ega bo'ladi. O'sha diploid to'plamni jinsiy hujayraga aylantirish uchun karra kamaytirish kerak, to'g'rimi? Karra kamaytirish bilan meyoz shug'ullanadi. Demak, 2 yil to'plamga ega bo'lgan megasporatsit hujayrani meyoz yo'li bilan 4 ga bo'lganimizda 4 ta hujayra hosil bo'ladi va bularning hammasi M to'plamli bo'ladi. Ya'ni gaploid to'plamli bo'ladi. Mana shu gaploid to'plamli 4 ta hujayrani 3 tasi nobud bo'ladi-da, bittasi omon qoladi. Va menda hozir bitta hujayra bor, to'g'rimi? Bitta dona hujayra bor. 3 marta mitozga uchraydi. Birinchi mitozga uchraganda 2 ta bo'ladi. Ikkinchi mitozga uchraganda 4 ta bo'ladi. Uchinchi mitozga uchraganda esa 8 ta bo'ladi. Nimaga hisob qilasiz? Bitta meyoz 3 ta mitoz bor. Tushundingmi? Birinchi megasporatsit meyoz bo'ladi. Bitta meyoz, bir bo'linishni ishlab qo'yadi. Bitta meyoz bo'ladi, 4 ga bo'linadi. Va mana shu bitta hujayramiz 3 marta qayta mitozga uchraydi. Va umumiy hisobda 8 ta M to'plamli, gaploid to'plamli mana shu murdak xaltasini hosil qiladi. Mana shu urug'chining eng ostida joylashgan, mana urug'chi deyilsa, urug'chi o'shaning eng osti tuguncha qismidagi urug' hosil qiladigan murdak xaltasini hosil qiladi. Tushundingmi? Yana boshqa. Birinchi urug'chida nima bo'lar ekan? Megasporatsit hujayra bo'lar ekan. Megasporatsit hujayra qanday bo'lar ekan? Meyoz orqali nechiga bo'lindi? 4 ga bo'linadi. 4 ga bo'lingan har o'sha bitta donasi tirik qoladi-da, qolgan hammasi nobud bo'ladi. Va o'sha bitta hujayra necha marta mitozga uchradi? 3 marta mitozga uchraydi. Birinchisida 2 ta, ikkinchisida 4 ta bo'lib qoladi, uchinchisida 8 ta bo'lib qoladi va murdak xaltani hosil qiladi. Bu jinsiy hujayrani hosil qilish, tuxum hujayrani hosil bo'lishi istiqbolida. Ana endi changdon. Changdonda endi bu yerda megasporatsit emas, mikrosporatsit hujayra hosil bo'ladi. Mikrosporatsit hujayra 2 yil to'plam, xuddi shunga o'xshaydi. Faqat farqi bor. Bunda changdonda hosil bo'lyapti, to'g'rimi? Bunda mikrosporatsit hujayra. Faqat megasporatsit emas, nima? Mikro, ya'ni kichkina sportsit. Bu katta sportsit hujayra, bu kichkina sportsit hujayra. Bu ham xuddi shunday usulda. Mikrosporatsit hujayra 2 yil to'plamli, to'g'rimi? Meyoz bo'lish natijasida nechaga bo'lindi?
4 ga bo'linadi. Ammo uning hech qaysi biri nobud bo'lmaydi-da. Nobud bo'lmaydi-da. Mitoz orqali yana bo'linadi. 4 tamidi endi 8 ta bo'ladi. 8 ta bo'lgan paytda uni 4 jufti generativ hujayra deyiladi, ya'ni jinsiy hujayra deyiladi. 4 jufti esa vegetativ, jinsga bog'liq bo'lmagan hujayra deyiladi. Demak, dastlab meyoz bo'ldi. Ana undan keyin en to'plamlik mikrospora, mana shu mikrospora hosil bo'ladi. Eslab qolasan, bitta mikrosporativ hujayra 4 ta mikrospora hosil qiladi. Nega desa, meyoz bo'ldi. Tushundingmi? Ana undan keyin 8 ta nima deydi, hujayralar hosil bo'lar ekan. Bu hujayra nega 8 ta bo'lib qoldi desa, mitoz bo'ldi. Tushundingmi? Mitoz bo'ldi. Bu birinchi mitoz. Tushunding? Demak, birinchi meyoz, undan keyin mitoz bo'ldi, to'g'rimi? Ana undan keyin yana bitta mitoz bor. Undan keyin yana bitta mitoz bo'ladi-da, unda vegetativ hujayraning soni oshmaydi-da, generativni o'zi ikkiga shunday bo'linib, ikkita spermik hosil bo'ladi. Tushunding? Ya'ni ikkita n to'plamlik spermik hosil qiladi. Masalada eslab qolishing kerak bo'lgan narsa, bitta mikrosporativ hujayra 8 ta spermik hosil qiladi. Tushunding? 8 ta spermik hosil qiladi. 4 ta mikrospora hosil qiladi. Shuga tushunarli? Oson ekan, bunaqacha qiyin emas, to'g'ri? Masalan, hech narsa o'rganib ketasiz. Asosiysi shuni qanday qilishni bilsang bo'ladi. Endi men sendan so'rayman. 5 ta mikrosporativ hujayrada jami 300 ta xromosoma bo'lsa, ular meyoz bo'linganda nechta xromosoma hosil qiladi? Shuni oldiga ishlatib qo'y. 5 ta megasporativ hujayrada jami 300 ta xromosoma bor. Va mana shu 300 ta xromosoma meyoz bo'linganda nechta xromosoma hosil qiladi? Endi shuni ko'rsat. Qara. Bizda nechta megasporativ? 5 ta megasporativ. Nechta xromosoma? 300 ta, to'g'rimi? Bunda 4 ta bor. 300 ta xromosoma bor. Endi bitta megasporativda nechta borligini aniqlash kerak. Bittadami? Bunda 4 tamasmi? Yo'q, bu bo'linishdan oldin buni o'zida nechta borligi, xromosoma borligi bilish kerak. Bu 70 ta bor. 60 ta bo'ladi. Ha, 60 ta. 60 ta bo'ladi. Bitta megasporativ hujayrada 60 ta xromosoma bor va u qanaqa to'planmaydi? 2 n to'plam, to'g'rimi? Meyoz bo'linishda 2 n to'plam qoladimi yoki n to'plamga o'tib qoladimi? Meyoz bo'linishda? Aha. N to'plamga N to'plamga o'tadi. Значит, mana 60 tamiz 2 n bo'lsa, n to'plam nechta bo'ladi? 30 ta bo'ladi, to'g'rimi? Va menda nechta megasporativ bor? 5 ta bor. Bu degani hozir mana shu 60 ta xromosomaga ega organizm meyoz bo'linganda 3 tadan nobud bo'ladi, to'g'rimi? Bittasi hayot qoladimi? Bitta n qoladi degani. Bitta n qolgani uchun nechta qoladi bitta? 30 ta qolyapti, to'g'rimi? Bittada. Amanda nechta megasporativ bor? 5 ta bor. Shuning uchun buni shunchaki 30 ni nechiga ko'paytiraman? 5 ga ko'paytirsam 150 ta chiqadi. Tushunding? Oson ekan? Bunaqa qiyin emas. Keyin 5 ta bo'lganligi uchun ko'paytiryapsiz? Ha, chunki bu jarayonda 5 ta bo'lyapti-da. Biz bittasida n-da 30 ta bo'lsa, deyman, bu jarayonda 5 ta bo'lsa, mana shu 100 Agar umumiy jarayondagi desa 5 ga ko'paytiriladi. Agar 5 ta hujayradan xromosoma chiqqan desa, n topamiz faqat. Yo'q, qarang. Boshqa deyman. 5 ta megasporativda 300 ta bor, to'g'rimi? Birinchi bitta megasporativda nechta borligini topish kerak. Bu degani 300 ni 5 ga bo'lsam
bitta megasporasitda 60 ta borligini aniqladi, to'g'rimi? 60 dan 2 edi. Lekin meyozdan keyin necha qoladi? N qoladi. N qolgani uchun birinchi bo'lib n'ini aniqlab olaman. 2 n'im 60 ta bo'lsa, n'im 30 ta. Demak, bitta megasporasitdan urug'chida faqat. Bunday emas. Urug'chida 30 ta xromosomali bir dona megaspora qolar ekan, to'g'rimi? Megaspora qoldi. Hop. Shu jarayon 5 ta bo'lsa achadi. Chunki menda megasporatsit 5 ta, to'g'rimi? Natijada 30 tani necha ko'paytirishim kerak? 5 ga ko'paytirsam, umumiy 5 ta jarayonda 150 ta xromosoma qoladi. Tushunarli? Oson ekan. Endi xuddi shu narsani biz changdon bilan amalga oshiramiz. Changdonda endi megasporatsit emas, mikrosporatsit bo'ladi, to'g'rimi? Mikrosporatsit bo'lgani uchun aytaylik 6 ta mikrosporatitda 6 mikrosporatsit 360 ta xromosoma bor. 60 ta. 2 n'im 60 ta bo'ladi, endi 30 ta bo'ladi. 30 da 6 ga ko'paytirsak 180 ta bo'ladi. Aha. Bo'ldi shuni olsin. Tushundingmi qanday bo'lgan? Bo'ldi, oson ekan. Endi jarayon bo'ldi. Hozir buni pauza qilib turaylik. Endi nima jarayon bo'ldi? Ketyapmi soni? Aniq ketyapti. Mikrofon. Olaman necha vaqtim bo'lmaydi, qo'rqishim. Endi jarayon bo'ldi. Boya shunday bo'lsa, bitta vegetativ, bitta generativ hujayrali chang hujayrasi hosil bo'ldi. Bu bo'layotgan chang donachasi. Chang donachasi. Endi mana shu chang donachasi urug'chini tumshuqchasiga kelib tushishi kerak. Mana shu tumshuqchaga kelib tushishi uchun dastlab murtak xalta tayyor bo'lishi kerak. Murtak xalta boya qayerda hosil bo'ladi? Urug'chida hosil bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu urug'chini tuguncha qismida hosil bo'ladi. Nechta hujayra bor dedi bu yerda? 8 ta hujayra bor dedi. Va har biri qanaqa to'plamaydi? N to'plam faqat o'rtadagisi 2. Chunki 2 ta bir-biriga yopishib ketgan bo'ladi. Va shuni hisobiga mana shu 2 to'plam markazli hujayra deyiladi. Markazli hujayra 2 to'plam bo'ladi. Har dona hisob. Markazli hujayra 2 to'plamli. Buni tepadagi 3 ta tripleti palaza qismi deyiladi. Ya'ni murtak xaltasini tepadagi 3 ta hujayrasi palaza deyiladi. Hammasi ham to'plam bo'ladi. O'rtadagisi markaziy hujayra bo'lgani uchun 2 to'plam, pastdagi qismi esa mikrofil deb nomlanadi. Buni o'rtasidagi hujayra tuxum hujayra deyiladi. Bizga kerak bo'lgan tuxum hujayra mana shu yerda saqlanmoqda. Eslab qol. Jinsiy ko'payishda har qanday turda mikrofil qism orqali tuxum hujayraga kirib boradi. Ya'ni tuxum hujayrani kirib borish darvozasi mikrofil deb nomlanadi. Qayerda biron bir joyda mikrofil atamasini eshitib qolsak, demak u yerda nima bor? Tuxum hujayra bor degan tushuncha kelib chiqishi. Ana endi chang donachi bu hammasi tayyor bo'lgandan keyin tayyor bo'ldi va bu tuxum hujayra tayyormi? Tayyor. Markaziy hujayra tayyormi? Tayyor. Ana endi deydi qo'shib bo'laman. Mana shu yerga kelib chiqadi. Nima uchun shunchaki urug'lanish emas? Nima uchun qo'shib bo'lamiz? Sababi mana bu chang donachasi, mana bular tayyor bo'lgandan keyin mana buni tumshuqchasi ho'l bo'lib qoladi. Urug'chining tumshuqchasi ho'l bo'lib qoladi. Sabab bu ho'l bo'ladigan bo'lsa, ho'l narsaga chang to'lib tushadi. Ana shu ho'l bo'lgandan keyin chang donachasi uchib kelib bitga tushdi, to'g'rimi? Va yopishib bo'ladi. Ichida bo'lsa vegetativ va generativ qismi bor, to'g'rimi? Vegetativ qism vegetativ nay hosil qiladi. Ichkariga qarab nay hosil qiladi. O'sha nay orqali generativ qism tushib keladi. Urug'lanish uchun. O'zi shunchaki shahar bedarvoza emas, kirkil olmaydi, to'g'rimi? Bu yerda qattiq hujayralar va boshqa bor. Buni hammasini yorib ichkariga nay qilib kelish chang donachasining vegetativ qismiga bog'liq.
Vegetativ qismi nay hosil qilib bergandan keyin generativ qism pastga qarab tushib kelayotganda imенно mana shu ustuncha qismida ikkita spermiga bo'linadi va ular ham n to'plamli bo'ladi. Tushundingmi? N to'plamli bo'ladi. Mana shu n to'plamli ikkita hujayra ikkita bo'lgani uchun, spermi ikkita bo'lgani uchun ham qo'sh urug'lanish deb nomlanadi. Chunki biz bir varakaga ham markaziy hujayra ham tuxum hujayra urug'lanadi. Ikkita urug'lanishni bir vaqtda qilganimiz uchun masalamiz nomi qo'sh urug'lanish deb nomlanadi. Endi markaziy hujayraga bitta spermi, tuxum hujayraga bitta spermika qo'shildi. Natijada tuxum hujayra qanday to'planadi? N to'plam, spermimizchi? N to'plam. Bittasi N to'plam, to'g'rimi? N'ga N qo'shilsa 2 n hosil qiladi va unda tuxum hujayra urug'langandan keyin urug' hosil qiladi. O'sha biz ishlatadigan urug'lar tuxum hujayraning urug'lanishidan hosil bo'ladi. Endi markaziy hujayraning 2 n to'plami, to'g'rimi? 2 n to'plamiga bitta n qo'shilgandan keyin 3 nlik endosperm hosil bo'ladi. Eslab qolishdan kerak bo'lgan narsa, tuxum hujayra urug'lansa urug' hosil qiladi. Markaziy hujayra urug'lansa endosperm hosil qiladi. Endosperm nima unda desa, endosperm urug'ni olib yerga qadagan paytimizda uni hali avtonom oziqlanish uchun narxi yo'q. Yashil poyasi, xlorofilli suv so'rish ildizi yoki o'zini tikka qilish uchun poyasi ham yo'q. O'sha hosil qilguncha, to ildiz o'sib chiqib, suv tushmaydigan darajaga yetguncha, mana barglar chiqarib, boshlang'ich poya hosil qilib, avtonom holda oziqlanishni boshlab olguncha, urug'ni o'sha ko'chatni yoki yangi o'sib chiqqan organizmni quvvat bilan ta'minlashni biz beramiz. Ya'ni o'ziga oziq-modlanishni tayyor holatda u voyaga yetib katta bo'lgandan keyin endosperm o'z vazifasini nima qiladi? To'xtatadi. O'sha o'zini katta bo'lgandan keyin Da. O'shandan keyin endosperm to'xtaydi. Da. Urug' o'zini o'sib oyoq qo'yib borguncha oziq bilan ta'minlaydi. Bu ikki yil bor. O'sha markaziy hujayra unga ma'lumotdan keladimi, hissasi spermimi? Ana o'shanda bitta kelgancha 3 yil bo'lib qoldi. Bittasi tuxum hujayraga ma'lumotga keldi, bittasi bunga keldi. Natijada mana shularni hosil qildi.